Hürmetli vatandaşlarım, leksiyemizde başlayımız. Köçerenla. Asır Washington'da bir gün ısık, yaz bulup bir gün soğuk, kış bulup Ma kiyim almıştırıp çıktım, şunu keçerenla dep sizlerden talep kılıp ben. Endelikdeki leksiyanın mavzusu mındak. Cungo iqtisadının möcize yaratış devri ahırlaştı. Beijing dairələri işsizlik kelip çıkıştan qattiq qorqıvatıdı. Mavzulu haber 3. ayının 13. günü boşun törbeti ilan kılındı. Haber mındak başlandı. Bu makalı George Freeman 3. ayının 10. günü Bazarga Nazar gizlidi ilan kılgan imzalık makalıdır. Makalı asli teksiti boyunca Xitay tiliga tercüme kılıngan iken biz bugün Uygur tili arkalık vatandaşlarımızga tanıştırımız. Eksportga tayinip hareketke keltirilgen iqtisat cüngulukla köçlük dep körsetkende köçlük bulalmay kaldı. 2016-yılı Cungo iqtisadının terakkiyatı 1990 yıllardan beriki en tüven çekke düşüp kaldı. Bu qatam iki qurultayda vazirlik açan Cungo iqtisadının terakkiyatı 6,5% düşüp kalıdı dep körsetdi. Bir neçe 100 milyon nüfus ve şirketlik iqtisadi faaliyetini mölçerleş, xeres karakterlik bolğanlıqtın her qandaq devletinin iqtisadi faaliyetinin ösüş miqdarının doğruluğu izchel guman uçrap kelgen. Lekin Cungo iqtisad sallık malumatının işençilik buluş nispeti köplügen devletler iqtisadının işençilik buluş nispetiga seliş toğanda texamo saxtadır. Agar Cungo iqtisadi haqiqiy taraqqiy qilgan bolsa, iqtisadning 6,5% suratda taraqqiy qilganligidan gumon qilamiz. Cungoga en qiyin payt yetib kelish oldida turibdi. Lekin davlatning muhim bir qismi davlat iqtisodining muhim bir qismi Cungo dairələri Cungo iqtisadining tüvengi sirlişi toxtab qalmadı. Yani davamlıq tüvengi qarab sirlavatıdı dep görset. Qiyinchilik mezgili texi aldığımızda dep görsetdi. BBC'nin xabariga asaslansak, Lekin Cungo iqtisadining burilishida ümit var. Lekin yanala bu buruluş azaplık dep görsetdi. Lekin yanala bu buruluş azaplık buruluştur dep görsetdi. Lekin Cungo iqtisadining ahvalini seliştirip Pel, gozakdan çıkan kepenek okşat. Pele gozakeden, yani gozakdan çıkan kepenek okşat. Muşunda ters terakki kılıvatlı iqtisad demekçi bol. Kıskısı, Cungo iqtisadının kıyınçılık derdisi texama osallışıdır. Cungo'nun iqtisad möcüzleri, avvalki Japonya'nın iqtisad möcüzleri okşaş, allakaçan ayaklaştı. Japonya şundak bir devrinde baştan köçürgen, bugün Cungo hem şundak bir devrinde baştan köçürüp atıdı demekçi. İqtisadның canlanışıda ümit yok. Bunun için hayran kalışның haceti yok. Mağlup bolgan iqtisad gavdisini qayt edin qadam elişke başlaganda, iqtisadlık iqtisad teraqqiyatını saqlap kelish normal hadisidir. Japonya'nın şu vaxtki ahvalı kelsek, İkinci Dünya uruşundan keyinki iqtisadның baş götürüşü bulup hesaplanatdı. Cungo'da bolsa iqtisad Mavzudun davrdan qutulup asli kelish bulup hesaplanatdı. Fakat iqtisad asli kelip normal işe tushganda iqtisad taraqqiy qilatdi. Agar burun iqtisadning jarohatlanish eg'ir bolsa, mundaq taraqqiyot bir davr davomlashishi mumkin. Lekin davlatga kelgan ofatlarni yasab tarab, tüzəşdirib, ofatdan qutulgan jamiyatning iqtisadining o'rlash miqdori izchil davomlashishi deb o'ylash bu aqlga muvofiq bo'lmagan o'ylashdir. Cungo iqtisadi jihatda dunyoning taqdirini belgilaydi degan gap bor.
1980-yillarning oxirida Yaponiya iqtisodiy dunyoni belgilaydi degan gaplarga o'xshashla gumonlanishga arziydigan gaplardir. Agar shu vaqtda Yaponiyaning iqtisodi davomli taraqqiy qilishini saqlab qoladigan bo'lsa, Yaponiya dunyoning iqtisodiy taqdirini belgilagan bo'ladi. Lekin iqtisodning davomli taraqqiy qilishi mumkin bo'lmaganlikdan xom xiyollar g'oyib bo'ldi. Dunyoning umidlarimi agishibla g'oyib bo'ldi. Demek şu vaqt Yaponiya iqtisod taraqqiy qilganda dunyoga ta'sir ko'rsatdi, dunyoni boshqardi deyishgan ekan deydi. Bugunmi Jungoning iqtisod taraqqiy qildi, voy Jungo dunyoning iqtisodini belgilaydi, dunyoning taqdirini belgilaydigan gaplar bo'layotdi. Bu shu vaqt Yaponiya to'g'risida gaplar qanday g'oyib bo'lgan bo'lsa, bugun Jungoning ham Jungo to'g'risida gaplar shunday g'oyib bo'ladi. Yaponiya bilan Jungoning masalasi o'xshash masala edi. Birinchi bo'lib maosh o'sgan. İşlep çıkarış, murakkab mahsulotlarni ishlab chiqaradigan malikilik ishchilar talabga moslasholmagan. Doirlar eksport siyosatiga tayinib, kapitalni unumsiz shirkatlarga yo'tkab, unum bilan sarmoyani tuvallatgan. Lekin eng muhimi iqtisod sohasidagi mo'jiza iste'mol orzulari va setavilish iqtidori orqali ishga oshadi. Bu mendan aytganda Jungo iqtisodining mo'jizasi iste'mol qilg'ich davlatning setavilish iqtidoriga bog'liq bo'ldi. Demak, Jungo ishlab chiqardi, kim setib oladi? Har dunyosi Yevropa. Demak, bular qanchalik setib oladi? Bu dal Jungoda iqtisod mo'jiz yaratishning bir asosidir. Bozor bo'lmasa nima yaratsan demakchi bo'ladi. Har ish keldi. Hergizma Jungo dairələrinin siyasetiga bağlıq bo'lmaydi. Jungo kompartiyasi eng qattiq qo'rqadigan hodisa ishsizlik. Jamiyatda ishsizlikning yuz berishi. Jungoning ichki qismi yanada kambag'al. Agar eksport to'lab ketadigan bo'lsa, ishsizlik yuqori o'rlaydi. Undaqda Jungo eng zo'r tengsizlik elib kelgan ijtimoiy va siyosiy tahdidga duch keladi. Deniz boylarida ishsizlar armiyasi o'tirg'i chiqishga boshladi. Mushundaq moslashish ayni chaqda 1920-yillarda Jungo kompartiyasining Jungoda partiya bo'lib qurilishiga turtki bo'lgan edi. Xuddi shundaq bugungi kuni kelganda ishsizlikdan qutulish uchun shirkatlarga muvofiq bo'lmagan mablag' solishga to'g'ri keladi. Bu hol iqtisodni texmo kayniga so'raydi. Iqtisodiy jihatda Jungo navbatda zo'r bir kasodchilikka ehtiyojli. Demak, Jungo hukumat nuqtai nazarida aytganda iqtisod jihatda bir kasodchilik yuz berishga ehtiyojli deydi. Bu maqaltis gapkina. Bundaq bo'lganda heliqi jamba qolmagan shirkatlarni shallab chiqarib yetalaydi. Lekin siyosiy jihatda Jungo rahbarlari bundaq badal to'lashni o'ddiga ololmaydi. Mana qiyinchilik degan mana bundaq narsa. Janna baqolmagan Jungodagi shirkatlarni shallab chiqarib yetish kerak. Buning uchun Jungoda iqtisod bir kasodlashish kerak. Kasodlashmasa, jamba qolmagan shirkatlarni shallab chiqarib yetolmaysan. Ama bundaq badalni Jungo kompartiyasi o'ddiga ololmaydi. Jungo hozir iqtisod ehtiyoji bilan siyosiy ehtiyojdan orlig'ida orqaga mang'anmaydigan, oldiga mang'anmaydigan bir holga tushib qoldi. Diqqat, vatandoshim Turan apandi nima deydi? Biz boshqa maqolada nima dedik? Jungo hozir og'ir bir holatda turmoqda dedik. Daniel Ross'ning xabarda shundoq deyildi. Endi Mayada Primanning maqolasida nima deyildi? Jungo hozir iqtisodiy ehtiyoji bilan siyosiy ehtiyojning orlig'ida orqagami mang'almaydigan, oldigami mang'almaydigan bir holga tushib qoldi. Hal qilishning birdan bir chorasi siyosatni o'zgartirish. Demak, boshda nima dedi? Rossen apandi halqiliq payt, ya'ni siyosiy islohot elib boradigan qimmatli vaqt oz qoldi dedi. Bu yerda nima deydi? Hal qilishning birdan bir chorasi siyosatni o'zgartirish. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump Jungo iqtisodining Amerika bilan bo'lgan munosabatni cheklayman deb tahdid soldi. Buni Beijing ko'tara olmaydi. Prezident Trump Jungo iqtisodini
Amerika bilan bo'lgan munosabatni cheklayman deb tahdid soldi. Buni Beijing ko'tarolmaydi. Buningdan boshqa Jungo Tinch okean va Hindiy okean orqali eksport qilish kerak bo'ladi. Bu albatta Jungoning Janubiy dengiz va Sharqiy dengizni tizginlashidan derak berdi. İşmeyedi ekan da Turan efendi ko'rdingizmi? Hozir bu iqtisodga Janubiy dengiz bo'layotgan ishlar iqtisodga munosabatli ish ekanda, hozir nima deydi? Jungo Hindiy okean va Tinch okeanni orqali eksport qilishga tayinish kerak deydi. Bu albatta Jungoning Janubiy dengiz va Sharqiy dengizni tizginlashidan derak berdi. Yapmayadi ekan Turan efendi, lekin Amerika hozir bu raylarni faol tizginlamoqda. Dikkat ha, lekin Amerika hozir bu raylarni faol tizginlamoqda. Yaponiya o'tmishda mushuning o'xshash masalaga yo'liqqan edi. Hozir Yaponiya taraqqiyot tuvan, lekin muqim bir davlatga aylandi. Yaponiyaning 1 milliard ton ushuq nomrod xalq taqobil turish va ularning qo'sig'ini beqish majburiyati yo'q. Bu Jungoga tahdid qilinayotdi. Yaponiyada jamiyat davolg'ish va inqilob qilishning zaruriyati yo'q. Jungoning masalasi endi iqtisod masalasi bo'lmay qoldi. Diqqat turan do'st va vatandoshim. Jungoning masalasi navbatga emasdan iqtisod masalasi bo'lmay qoldi. Uning iqtisod realligi allaqachon belgilanib bo'ldi. Endi bu iqtisod masalasi tugadi. Jungoda hozir gapning ochiq endi siyosat masalasi, siyosiy masala o'tirg'i chiqdi dedi. Uning iqtisod realligi allaqachon belgilanib bo'ldi. Uning, ya'ni Jungoning siyosiy masalasi bor. Mana uziblaytibdi oxirida. Endi Jungoning siyosiy masalasi bor. Iqtisodiy mavzular allaqachon oyoqlashgan ahvolda doiralar nimaga tayinib ijtimoiy norozilikni kontrol qila oladi. Masalan, iqtisodiy masalalar oyoqlashgan bir ahvolda doiralar nimaga tayinib ijtimoiy norozilikni